Yurtimizda aholi xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va aholida profilaktik madaniyatni yuksaltirish maqsadida joriy yilning 1-fevralidan 28-fevralga qadar favqulodda vaziyatlardan xoli mahalla oyligi tadbirlari e'lon qilindi. Mazkur oylik doirasida joylarda manzilli profilaktik tadbirlar joriy etilib, fuqarolarning favqulodda holatga tayyorgarligini oshirish, mavjud xatarlarni bartaraf etish hamda aniq maqsadli ko'rsatkichlarga erishish ko'zda tutilgan. Xususan, viloyatimizning Bulung'ur tumanidagi favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan ham qator tizimli va amaliy tadbirlar ishlab chiqilgan. Jumladan, tumanning Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli turar joy binolari hamda tikuv sexlari va yangi qurilayotgan binolarda profilaktik uchrashuvlar va o'quv amaliy mashg'ulotlari o'tkazildi. Unda aholi va ishchi xodimlarga yong'in xavfsizligi qoidalari, gaz va elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish, shuningdek favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda birlamchi uskunalardan qay tartibda foydalanish talablari yuzasidan zarur tushuncha va ko'nikmalar berildi. Yurtimizda 1-fevraldan 28-fevralga qadar mahallada favqulodda vaziyatlardan xoli mahalla oyligi o'tkazib kelinmoqda. Shu munosabat bilan mahallalarda, har bir xonadonlarda, ko'p qavatli uylarda yong'in xavfsizligi, is gazdan zaharlanishning oldini olish va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida profilaktik tushuntirishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik obyektlarida, umumiy ovqatlanish, ko'p odamlar yig'iladigan maskanlarda, o'quv maskanlari, bog'cha, maktabgacha ta'lim muassasalarida profilaktik tushuntirishlar olib borilmoqda. Har bir xonadonda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan profilaktik tushuntirishlar olib borilib, kamchiliklar yuzasidan joyida bartaraf qilish choralari ko'rib kelinmoqda. Tumanimizda favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, ko'chalarda, aholiga hujum maskanlarda eslatmalar tarqatilib, tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda Olmazor mahallasida profilaktik tushuntirishlar olib borilib, Yangi O'zbekiston massivi hududida joylashgan ko'p qavatli uylar qurilishlari va qurib bitkazilgan xonadonlarda yashayotgan aholi bilan xonadonbay har bir xonadonga kirilgan holatda tushuntirishlar olib borilyapti. Tadbir doirasida tumandagi davlat xususiy sheriklik maktabgacha ta'lim tashkilotida mas'ullar tomonidan tarbiyachilar hamda tarbiyalanuvchi bolajonlar uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Unda zilzila sodir bo'lgan taqdirda to'g'ri va tezkor harakatlanish, xavfsiz joyni tanlash, ortiqcha vahimaga berilmaslik hamda evakuatsiya tartib qoidalariga rioya qilish bo'yicha zarur tushunchalar berildi. Mashg'ulotlar davomida bolajonlarga sodda va tushunarli usulda himoyalanish qoidalari amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Shuningdek, mutasaddilar tomonidan bolalar o'yingohi binolari ham ko'zdan kechirilib, ularning texnik holati, xavfsizlik talablariga muvofiqligi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasi o'rganildi. Bizning faoliyatimiz 2025-yil may oyidan bolalar uchun faoliyatimizni boshlaganmiz. Bugungi kunga qadar tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan yong'inga qarshi bolalarimiz xavfsizliklari uchun ko'p katta chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Birlamchi o'chirish vositalaridan to'g'ri foydalanishlarini favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari bizlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Sababi bolajonlarimizning xavfsizligi biz uchun juda muhim. Shuningdek, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, favqulodda holatlarning oldini olish, ularning oqibatlarini kamaytirish hamda to'g'ri harakatlanish bo'yicha zarur tushuncha va ko'nikmalar berildi. Fuqarolarga yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, gaz va elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish, xonadonlarda bolalarni hamda isitish moslamalarini nazoratsiz qoldirmaslik kabi muhim jihatlar atroflicha tushuntirildi. Prezidentimizning birinchi sonli farmoyishlariga asosan Bulung'ur tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Bulung'ur tumanida mavjud bo'lgan tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha obyektlari, umumiy ovqatlanish maskanlari, savdo va ko'ngilochar maskanlar, yirik bozorlar, bir necha turdagi tadbirkorlik subyektlarida bir qator profilaktik ishlar olib borilyapti. Ushbu profilaktik ishlarni olib borishimizdan maqsad tadbirkorlik subyektlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishga qaratilgan. Shuningdek, Respublikamizda 1-fevral kunidan 28-fevral kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan xoli mahalla oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu oylik doirasida ham biz ijtimoiy soha obyektlarida, tadbirkorlik subyektlarida,
aholi gavjum joylarda, avtoshoh bekatlarda, transport vositalarida, shu bilan birgalikda boshqa ko'plab maskanlarda targ'ibot tadbirlarini olib boryapmiz. Ushbu targ'ibot tadbirlarini olishimizdan maqsad aholining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Asosan bu tadbirlarni aholi gavjum joylarda o'tkazib bormoqdamiz. Bu aholi gavjum joylarda o'tkazishimizdan maqsad ko'proq aholini qamrab olishdir. Aholi yashash xonadonlariga ham birma-bir kirib, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida fuqarolarga yo'riqnomalar berib borilyapti. Ularda aniqlangan kamchiliklar ham o'z joyida bartaraf etilyapti. Xonadonlarda yoki masalan tadbirkorlik subyektlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, is gazdan zaharlanish holatlari, chaqnashlar va turli xil ko'ngilsiz holatlarni oldini olish bilan bog'liq ishlarni bartaraf etish uchun turli xil profilaktik tadbirlar hamda yo'riqnomalar berilib borilmoqda. Ushbu profilaktik tadbirlar bugungi kunda Bulung'ur tuman Buyum bozorida ham olib borildi va shu yerda faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlarimizga bir qator yo'riqnomalar va tushunchalar berib o'tildi va aniqlangan kamchiliklar o'z vaqtida joyida bartaraf etildi. Mazkur hududda favqulodda vaziyatlar bo'limi mutaxassislari tomonidan tadbirkorlar va savdo rastalari egalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida savdo majmualarida yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etish, elektr tarmoqlaridan to'g'ri foydalanish, ortiqcha yuklama bermaslik hamda yonuvchan mahsulotlarni saqlash qoidalari yuzasidan muhim ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, bozor hududida favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan taqdirda foydalanadigan maxsus vositalar, o't o'chirgichlar, suv ta'minoti tizimi, yong'in signalizatsiyasi hamda evakuatsiya yo'laklarining holati atroflicha ko'zdan kechirildi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining tegishli farmoyishiga asosan Bulung'ur tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan birgalikda Buyum bozor hududidagi tadbirkorlarga yong'in xavfsizligini olish to'g'risidagi har bitta tadbirkorlar bilan targ'ibot tashlashlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda bizlarda Buyum bozor hududimizda hech qanday bir salbiy holat e'tirof etilgani yo'q. Sababi har dushanba kuni Bulung'ur tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot ishlarini kunlik davom ettirmoqdamiz. Maqsadimiz tadbirkorlarning mol-mulklariga ziyon yetmasligi uchun sog'lig'i xavfsizlik hududlari bo'yicha shug'ullanib kelmoqdamiz. Bizning Buyum bozor hududida 203 ta noturar joy mavjud bo'lib, shundan umumiy yer maydonimiz 1 gektar 22 sotik, 203 ta tadbirkordan 480 ta yatta tadbirkorlar faoliyat yuritib kelmoqda. Bulung'ur tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan birgalikda har bir kamchiliklarni joyida tadbirkorlarga tushuntirib, targ'ibot ishlarini olib borib, kamchiliklar joyida bartaraf etilib kelmoqda. Shuningdek, tadbir davomida hududdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalarida navbatdagi o'rganish ishlari olib borilib, ayrim oshxona va tamadduxonalarda maishiy suyultirilgan gaz ballonlaridan bino ichkarisida foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. Bu kabi holatlar favqulodda vaziyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi va yong'inlar xavfini oshirishi mumkin. Shu bois mas'ullar tomonidan bino ichkarisiga o'rnatilgan gaz ballonlari olib tashlandi. Tadbirkorlarga xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etish, muqobil va xavfsiz energiya manbalaridan to'g'ri foydalanish zarurligi yuzasidan ogohlantirishlar berildi. Bugungi kunda prezidentimizning tegishli farmoyishiga asosan umumiy ovqatlanish shoxobchalarida keng qamrovda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ya'ni odamlar ko'p to'planayotgan joylarda ularga to'liq yong'in xavfsizligi bo'yicha tushuntirishlar olib borilyapti. Bundan maqsad nima? Odamlarning sog'ligi, moddiy boyliklarini qutqarib qolish bo'yicha ozgina tushunchalar berilib ketilyapti. Ya'ni qurilish joylarida odamlar qoladigan joylarda isitish pechi foydalanishni oldini olish bo'yicha, is gazdan zaharlanish oldini olish bo'yicha keng qamrovli ish olib borilmoqda. Shu qurilish joylarida to'plangan odamlarni tushuntirish 100% hammasiga keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Bulung'ur tumanida ovqatlanish joyida gaz ballondan foydalanish holatlari ko'p bo'lyapti. O'shani 100% hamma ovqatlanish joylarida bartaraf etildi, to'g'ri foydalanish choralari ko'rildi. 25-yil davomida yong'inlarimiz ko'p bo'lgandi. Buni oldini olish maqsadida mana 26-yil profilaktika ishlarini olib borilyapti. 2025-yil davomida 44 ta
yong'in qayd etilgan. Ulardan 12 tasi tadbirkorlik bo'yicha yong'in sodir bo'lgan, 32 tasi umumiy yashash xonadonlarida sodir bo'lgan. Bularni oldini olish maqsadida 2026-yil keng qamrovli profilaktika tadbirlari olib borilmoqda. Ya'ni bundan maqsad 2026-yil tadbirkorlik obyektlarida yong'in sodir bo'lmasligini oldini olish maqsadida keng profilaktika ishlari olib borilmoqda. Bugun tumanda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan izchil tadbirlar, zamonaviy uskunalardan foydalanish, xavfsiz energiya manbalarini joriy etish hamda muntazam texnik nazoratni kuchaytirish, bularning barchasi fuqarolarga sifatli va ishonchli xizmat ko'rsatish hamda farovon turmush tarzimiz kafolati ekanligini har birimiz chuqur his qilmog'imiz zarur. Hozirgi kunda mana tumanimizda favqulodda vaziyatlar holatlarimiz kelib turib, yong'in xavfsizligi xalqimizni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlar olib boryapti. Shu qatorda tushuntirish ishlari, xodimlarimiz bilan birgalikda o'quv mashqlari o'tkazilyapti. Hamma qilinayotgan ishlarimiz shu xalqimizni tinchligini, osoyishtaligini saqlash qaratilgan shu tadbirlar o'tkazilib kelyapti. Xususan bugungi kunda tuman favqulodda vaziyatlar xodimlari tomonidan har haftasiga kelib turib tekshirish ishlari olib boriladi. Har bitta texnikalarimizni ko'zdan kechirib, o'sha narsani texnik holatlarini ko'rib, kerak bo'lsa qanday ishlatish, qanday bundan foydalanishni tushuntirish ishlari olib borib kelyapti. O't o'chirish vositalari, asosiy gaz ballonlar ishlatiladi. Gazimizni o'zini holatlari qanday qilib turib tekshirish kerak, biron bir joydan hid chiqmayapti, o'shalarni ko'rib profilaktika qanday qilish kerakligini tushuntirib kelyapti. Avvalambor birinchi navbatda bu asosiy xalqimiz uchun. Xalqimizning tinchligi, biron bir zarar yetkazmasdan ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun qaratilgan harakatlar hammasi. Tadbir davomida mas'ullar tomonidan binolar va tadbirkorlik obyektlarining yong'inga qarshi holati, evakuatsiya yo'laklari, o't o'chirish vositalarining mavjudligi va sozligi ham ko'zdan kechirildi. Tashkil etilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar nafaqat favqulodda vaziyatlarning oldini olishga, balki aholining xavfsizlik madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi.